Sizni ham klubingizda shunaqa odam bormi? Haligi ovqatlanayotganingizda katta suyak chiqib qolsa-da, ikkala qo'llab ushlab yesangiz, chap qo'lda yemang, gunoh bo'ladi deydi. Ko'chada shoshib ketayotganingizda 0.5 bezga suv olib turib ho'plab ketaysiz, tikka turib suv ichmang, gunoh bo'ladi deydi. Uni haligi xudojo'yligini, taqvodorligini ko'rib o'zingizdan uyalib ketasiz-da, keyin muomala qilib yurganingizda mabodo qarz so'rab qolsa, bir haftada beraman deb berdingiz, bir oydan keyin ham o'zi bilib beray demaydi. Haligi o'zingizga kerak bo'lib turibdi, boshqasidan olib ishingizni bitirib yubordingiz, haligi bergan odam sizdan so'rab qolsa, o'zingizni qo'yerga joy topa olmasdan, boshingizni qayga urishni bilmasdan ishlab boshqa qilib haligini rachot qilib yubordingiz, ana go'rsoqlarning vijdoni jiz deb qo'ymaydi-ya. Oxir betingizni shilib tashab, uyalib bir so'raysiz. Hali ikkinchi marta so'raganingizda, haligi pul sizga nimaga kerakligini, sabablarini keltirib berishingiz kerak. Yo'q, pul sizniki, isbotlab berishingiz kerak. Rostdan ham o'sha pul sizga kerakligini-da. Uchinchi marta so'ragani vijdoningiz qiynalib, haligi qarzni vaqtida qaytarish kerakligi to'g'risidagi ma'ruzalarni tashab qo'ysangiz, odam sabrli bo'lish kerakligi to'g'risidagi ma'ruzalarni qaytarib tashlab yuboradi-ya. Bu qoidalar faqat bizga protiv ishlaydimi yo unaqa odamlarga ta'sir qilmasmikin? Yo, bu bilan amal qilmaslik kerak demoqchi emasman. Yo, aslingdek ko'rin yoki ko'ringaningdek bo'l. Bu videoni shu o'rtog'ingizga jo'natib yurmang. Shu gapimga protiv gaplar topib, o'ziga qaytarib jo'natib olib, yana sizni aybdor qilib qo'yadi. Undan ko'ra tinchgina like bosib qo'ying, rekomendatsiyasi chiqib qolar.